Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugun xudo xohlasa 10-may navbatdagi savdomiz Chimuzsiz 1.52 2 yillik razmerdagi arava bo'ldi. Bu aravamizni Jizzax viloyati Zomin tumaniga berdik. Yani Mashrab akamga berdik. Mashrab aka o'zingiz bu aravamizdan qadar o'zingiz bir ma'lumotlarni aytib o'tsangiz, tafsilotlaringizni aytsangiz. Arava xuddi men ko'nglimdagidek o'ylaganimdek bo'libdi. Katta rahmat sizlarga. Korxonalaringizga baraka bersin. Niva mashinamizga qayerda o'ziga munosib, o'ziga mos keladigan arava yasatsam ekan, yo sotib olsam ekan deb YouTube kanalidan siz kanalingizni topib, nomerlaringizni topib mana keldik Allohga. Kattakon rahmat sizlarga, baraka toping. Men xudo xolasa yaxshi kunlarga ishlatsak. Yaxshi kuningizga xizmat qilsin. Rahmat sizga, baraka. Korxonangizga baraka bersin. Rahmat. Baraka toping. Bu aravamizga kelsak, bu aravamiz Chimuzlik mol ortishi spesialni tayyorlangan. Mol ortishi tayyorlangan. Manatagi qo'ldan o'lchaganda 1.10 bo'ldi. Qo'llik bo'ldi bu. Qo'lning qalinligi 2,5 taxtadan bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin. 2,5 taxtadan bo'shni qilib taxlab berdik buni. Kimga shunday aravalar kerak bo'lsa, bemalol telefon qilib bog'lanasizlar. Manzilimiz Jizzax viloyati G'allaorol tumanidamiz. Yonimizda mana zapchast magazin bor, Isuzular uchun. Isuzu katta mashinalarning zapchast magazini, yonida yana Kelderata choyxonasi bor. Bitta somsani urasizlar, men oldimga kelsangizlar, ana keyin aravani tortib ketaverasizlar. Mana mashinamiz, parkovlarni ham o'rnatdik. Zanjir 1.6 zamok, hammasini moshni qilib, taxlab yasab berdik. Akamiz davolim bo'lib ketyaptilar. Spark balon. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.